Assalomu alaykum hammaga. Qadrli Armada Motors kuzatuvchilari, sizlarga hozir o'z davrining eng zo'r sotilgan skuterlarning obzorini qilib beraman. Xo'p, birinchi narxidan boshlayman. Bular o'zi paytida 700-650 sotilgan. Hozirgi kunda bu skuterlarimizga skidka qo'yganmiz. $450 dan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. 5 ta geli va akkumulyator joylashgan bo'ladi. Xo'p, motorlari mana 500 wattlik. Hop, bitta zaryadkada 50-60 km yuradi. Maksimal tezligi ham shu 45-50 ga chiqadiki. Yana bitta narsa, bu skuterni 200 km yuradigan qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Qanaqa qilib desanglar, lition akkumulyatordan ikkita qo'yib olsanglar 200 km bemalol yurib beradi. Bundan tashqari orqasiga shunaqa sondiq ham qo'yib beramiz. Sondiq kerak desanglar, sondig'ini ham qo'yib beramiz akalar. Agar lition akkumulyatordan ikkita qo'yadigan bo'lsanglar 200 km bemalol yurib beradi. Old tormozlari jittisli bo'ladi. Juda ham yumshoq. Kundalik ishlarga minishga juda zo'r narsa akalar. $450 dan bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi akalar. Bu yog'i lition akkumulyator qo'shadigan bo'lsanglar, narxi ozgina qo'shiladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Bundan tashqari bu yoqda eng arzon skuterlarimiz ham bor. $280 dan boshlab mana Zemma skuterlarini xarid qilsanglar bo'ladi. Yashil rangi ham bor, qora rangi ham bor. Bu yoqda endi Gero skuterlarini ham xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Skuterga oid hamma zapchast, aksessuarlarni do'konimizdan topsanglar bo'ladi. Mana mini muraviy. Buni ham ko'rsatib o'tganman. Yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa eng yaxshisini sizlarga ulashib boramiz.